Kanalimiz obunachilari, kanalimizga xush kelibsiz do'stlar. Kanalimizga yangi bo'lsangiz, kanalga obuna bo'lishni va qo'ng'iroqcha tugmasini yoqib qo'yishni unutmang do'stlar. Hop, anchadan beri videorolik qilmay qo'ydik. Endi yana boshladik do'stlar. Hop, bu galgi videoroligimizda sizlar bilan Dragon Coin botini ko'rib chiqamiz. Bu botimiz orqali biz rubl ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Bot mazza kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. Botga o'tganlaringda sizlardan start tugmasi bo'ladi. Undan so'ng sizlardan mana shunday o'yin ochiladi. Ignite tugmasini bossangiz, o'zi avtomatik tarzda o'yinni boshlaydi do'stlar. Hop, bunda ham Dogecoin shunga o'xshaganga o'xshab ekranni ustiga urgan holda ishlab olishimiz mumkin bo'ladi do'stlar. Hop, bu yerda USD'ni bonusda har 12 soatda bir marta olishingiz mumkin. Zadaniya bo'limi bor do'stlar. Bu yerda kunlik zadaniyalar bor. Har kuniga kirib borsangiz, bugun 500 coin olsangiz, ertaga 1000 coin, shundoq bo'lib 20 ming coingacha olishingiz mumkin ekan. To'liq kirishingiz kerak bo'ladi. 16 kun to'liq kirishingiz kerak do'stlar. Yana 16 kun o'tgandan keyin yana boshidan boshlayveradi do'stlar. Yo, adashdim, boshida emas, ana shu oxirgi 20 mingda qayta olaverasizlar. Qaysidir Amsterdamda Parisdami shunaqa edi. Har kunlikda kirsangiz o'sha eng oxirgi bo'limda olar edik. Mana shu tarzda ishlashimiz mumkin bo'ladi do'stlar. 3000 coin bo'ldi. Bu yerda turli bo'limlari bor. Draki bo'limida saytga olib o'tyapti do'stlar. Bu yerdan mana shularni o'ynasangiz ham bo'ladi do'stlar. Buni o'ynashni maslahat bermayman. Chunki yutkazib qo'yishingiz mumkin, o'zi ishlagan pulingizni yutkazib qo'yishingiz mumkin. Druziya bo'limidan do'stlar referat 10 minggacha olishingiz mumkin ekan do'stlar. Telegram Premiumga 20 mingdan 100 minggacha do'stlar. Bu 10 mingdan 50 minggacha olishingiz mumkin ekan. Bu yerdan referensingizni olasiz. Keyingi bo'limda ko'rib chiqamiz. Admin bo'limidan do'stlar. Bu yerda 3000 coinimiz 1 rublga teng ekan. Yozib ko'ramiz. Admin qilamiz. Bu yerga account login account. Mana shu dashingga o'tib registratsiyadan o'tishimiz kerak ekan. Telegram orqali ham o'tsak bo'lar ekan va kontakt Telegram orqali o'tib ko'ramiz. Start tugmasini bosamiz. Ortga qaytib ro'yxatdan o'tib oldik do'stlar. Endi bizga mana shu loginimiz kerak bo'ladi adashmasam. Profil bo'limiga o'tamiz. Bu yerda pul to'ldirish ekan. Promo kod My Account bo'limiga o'tamiz.
user account idni kopirovat qilamiz. Yo shuni yo narigisini kopirovat qilishimiz kerakda. Hop, bu yerga kirgizib ko'ramiz. Uspешно bo'ldi do'stlar. Hop, hozirgi ko'rsatganimdek qilasizlar. Mana shunday so'z, mana shuni kopirovat qilib qo'yishlaring kerak bo'ladi. Uning uchun mana bu yerdan o'tib, ro'yxatdan o'tsalaring bo'ladi do'stlar. Hop, endi do'stlar, biz hisobimizda 1 rubl paydo bo'ldi. Hop, pul chiqarishdi do'stlar. Откройте кейс. Bunga pulimiz yetmas ekan. Bu yerda narsalarni sotib olsak, bizga ishlab beradi, menimcha. Pulimizni endi qayerdan chiqarib olamiz? Obmen qildik. Do'stlar, pulimiz mana bu saytga o'tar ekan, o'zi avtomatik tarzda mana shu saytga o'tar ekan. Bu yerdan chiqarib olsak bo'ladi menimcha. Promokod, Vivod, bankovskiy karta, kriptovalyuta bor ekan. Tonda chiqarib olishimiz mumkin ekan do'stlar. Bu yerga ton adresini kiritasiz, 20 va bizdan 1000 rubl ekan do'stlar, chiqarib olish summamiz 1000 rubl ekan. Komissionni limitni Vivod 10 rubl. Unda 100 ming rublgacha chiqarsak bo'lar ekan do'stlar. Bu yerga 10 rubl yozsak 3 rubl bizdan komissiya olar ekan, 0.3. Bunisi tushunarli do'stlar. Promokod ham bor ekan, avtorizatsiya promokodni qayerdan olishni keyin ko'rib chiqamiz do'stlar. Mana shu tarzda mana bu o'yinlarni o'ynab ham minimal summa 1 rubl ekan tikishimiz. Pastida juda ko'p o'yinlar bor ekan. Mana shu 1 rubl tikib ko'ramiz. Bosamiz. Buni ham bosamiz. Buni ham portlasa yomon bo'ladi, lekin 62 81 236 avto ham bor ekan do'stlar. Hop, keyingisini ham bosamiz. Keyingisini ham 3 rubl zaberayotgan olamiz. Pastda mana shu do'stlar, qarab turinglar. Ikkita ekan bu yerda va bu yerda. Hop, yana bosamiz. Bu yerni bosamiz, bu yerni. Bum. Mana shu tarzda o'ynaladi do'stlar, ehtiyot bo'lasizlar. Dikki o'yini ham bor ekan, bunda yutkazishimiz ko'proq. O'zi hammasida yutkazishimiz ko'p. Aql bilan o'ynasangiz. Hop, qayerdan promokod olsak bo'lar ekan? Vestibit promokod olishimiz uchun Telegram va kontakti
va kontakt ham ulab qo'ysangiz bo'ladi. Videomiz ozgina cho'zilishi mumkin. Hop, Binance'dan nimaga Binance'dan? Yo, bunga kirish. Hop, ortga qaytamiz do'stlar. Promokodga o'tamiz. Do'stlar, ehtiyot qilib o'ynayveringlar. 5 tasiga obuna bo'lsak, bizda 10 rubl paydo bo'ldi. Telegramimizda ham uladik. Obuna bo'lamiz. Shunchaki obuna bo'lamiz do'stlar. Nimagadir 10 rubl berishmadi. 12 rubl bo'libdi do'stlar biz hisobimizda. Promokodni bosamiz. Cheers va kontakt orqali o'tishimiz kerak ekan. Shu turishda hozir sizlar bilan pul ham chiqarib ko'ramiz. Hop do'stlar, endi pul chiqarib ko'ramiz. Hop, bu yerdan kriptoni tanlaymiz. Tarakani tanlaymiz do'stlar. Hop, USDT. Buni qayerdan olamiz desangiz, Paye'dan. Hop do'stlar, Paye'dan minimal cap 5 dollar ekan, shuning uchun FalsePay'dan olishimizga to'g'ri keladi do'stlar. FalsePay'da minimal cap juda ham oz. Minimum depozit 0.5 sent ekan do'stlar. Hop, taraka 20 adresini kopirib Hop, bu yerga adresni qo'yamiz do'stlar. Minimum один раз. Do'stlar, bir marta bo'lsa ham pul kiritishimiz kerak ekan. Undan so'ng chiqarib olsak bo'ladi. Pul kiritishimiz uchun Popomnet bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan kriptoni tanlaymiz. Xohlasangiz bankovskiy karta orqali ham kiritsangiz bo'ladi, Fakir Wallet orqali ham kiritish mumkin. Kriptoni tanlaymiz. USDT da 1 dollar ekan, 2 tron ekan do'stlar. Hop, USDT ni tanlaymiz.
bir USDT. Limit modern пополнить 500 rubl ekan. Hop, do'stlar, USDT'da $6,5 kiritishimiz kerak ekan do'stlar. Uning uchun bu yerda pul chiqarganlar do'stlar. Endi bilmadim men do'stlar. Xohlovchilar bo'lsa pul kiritishlari mumkin, lekin maslahat bermayman do'stlar. Mana bu botdagi pullarimiz avtomatik tarzda mana shu yerga o'tar ekan do'stlar. Shunisi yomon ekan. Bu yerdan ishlagan pulimizni do'stlar faqatgina ana shunga o'tkazishimiz mumkin ekan. Boshqa yo'li yo'q do'stlar. Bu yerdan botdan pul chiqara olmaymiz. Hozirgi ko'rsatgan yerimga o'tkazish mumkin ekan, saytiga o'tkazib, u yerdan ko'paytirib keyin chiqarib olsak bo'ladi do'stlar. Xohlasangiz saytga pul kiriting $6. Xohlovchilar kiritsin, xohlovchilar kiritmasin do'stlar. Hammani o'zini xohishi, hamma o'zi kiritgan puliga o'zi javob beradi do'stlar. Men shunchaki ko'rsatib o'tdim. Botni Telegram gruppalarda to'laydi deb reklama qilib yozishibdi. Bir nechta odamni ko'rdim, reklama qilib mana shu botni tashlayapti, pul to'layapti deb. Lekin o'zingiz ko'rdingiz nimaligini. Hech bo'lmaganda bir martagina pul kiritishimiz kerak ekan do'stlar. Xohlasangiz botni manzili kommentariyada bo'ladi. O'tib bemalol foydalanib, ortiqcha mablag'ingiz bo'lsa kiritib ishlasangiz bo'ladi do'stlar. Bir marta pul kiritgandan so'ng balkim chiqarib olarsiz, balkim chiqara olmaysiz. Bu sayt adminlariga bog'liq. Xohlagan payti ham yopilib ketishi mumkin bo'ladi do'stlar. Shunisi chatoq. Xohlaganda botni yopib yuborish mumkin. Mana bu yerdagi ishlagan pullaringiz PromoAsh saytiga o'tar ekan. Mana shuni o'zini sayti. U yerda o'yinlarni o'ynab ko'paytirib olsak bo'ladi. Baribir pul chiqarishimiz uchun bir marta bo'lsa ham pul kiritishimiz kerak. Shundan so'ng pul chiqarib olamiz do'stlar. Barchangizga rahmat. Vaqtingizni ayamasdan ko'rganingiz uchun minnatdormiz do'stlar. Vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Kanalimizni qo'llab tursalaring xursand bo'lar edim do'stlar. Barchangizga rahmat. Joningiz sog' bo'lsin do'stlar. Keyingi videoda ko'rishguncha do'stlar, boringizga shukr.